Xo'p, o'xshamay qolgan ishlarni ko'rsatish davom etadi deydi-yu. Hozir chang bosib ketibdi. Mayli, artmadim ham. Qaranglar. Bu card holder. Mana ahvolni qarang, choklarini qarang. Voy. Mana bir qo'li yo'q odam tikkanga o'xshaydi deydi-yu. Nima qilmaymiz, diqqat bo'lmaymiz. Bu sotuvga chiqmagan ham shu yerda tug'ilgani o'lganda, shu mashinkada tug'ilgani sirazi men buni o'ldirganman. Ustida yana qaytadan ham anaqa qo'yganman, ko'ryapsizlarmi? Mana aytib o'taman, nima sababdan charimdan mahsulot qimmat bo'lishining yana bitta sababi noto'g'ri tikib qo'ydingizmi, bo'ldi, uje buni to'g'rilab bo'lmaydi. Bu bashtishi yopilmaydi. Shu bu brakka chiqib ketadi ko'pincha. O'shaning uchun ham charimni xato kechirmaydi charim. O'shaning uchun bittada to'g'ri qo'yishingiz kerak. Shunaqa mashinkam sal hunar qilganda shunaqa rasvo qilib tikib tashlagan, keyin bildim nimadanligini, moqidan ekan. Uni qilguncha qanchadan qanchasi rasvo bo'lib ketdi. Как говорится, век живи, век учи deydi-yu.